Men ismim Ebeydullah Abdurrahman. Men Norvegiyanın Bergen şäherinde yaşayman. 2006 yıldan beri şu yerda yaşap kelyapman. Men bugün bir tuqqan qarindaşlarım ve näwre tuqqanlarım toğrusida guvalyk bermekçi. Men en ahir qitim uyumdakiler bilen 2017 yılı 5 ay mezgilde görüşke vaqtimda dadam bilan opamdan boshqa barliq bir tuqqanlarim ve barliq näwre tuqqanlarimni tarbiyalashga opiramiz deb ekir ketgancha hozirgacha ularning o'lik yoki tiriklik to'g'risida hech qanday xabar yo'q. Yaqinda dadam bilan opamniki sog' salomat uyda ekanligini to'g'risida xabarini olgan bo'lsam-mu, garchi boshqa bir tuqqanlarim ve näwre tuqqanlarim bularninki izleriga yo'q, bularning izlerini faqat ololmadim. Men bugun shular to'g'risida guvohlik bermoqchi. Mana bu bir qo'saq inem, ismi Yusuf Abdurrahman. Bu yil 36 yaş. Şu 2017'de 2. ay etrafında şu terbiyeleşke aprimiz deb chiqib ketgancha hozirgacha izleri yo'q, ya o'lik ya tiriklik to'g'risida hech qanday xabar yo'q. Shuncha surishti qilgan bo'lsam-mu, faqat xabarni ololmadim. Bu inimniki ayoli bo'ladi. İsmi Bahargül. Bu inimniki ayolining izleriga yo'q hozirgacha. Bu mu terbiyeleşti ekanligi aniq. Şu terbiyelashga kirib ketdi deb xabarni uqqandan beri hozirgacha izleriga yo'q. Bu ikkisi singlimning bolalari bo'ladi. Bularning nada ekanligi xabari yo'q. Bu bir qo'saq singlim bo'ldi. İsmi Gülmerem Abdurrahman. Bu yil 34 yaş. Bu singlimni tarbiyalashga kirib ketdi deb angladim, lekin hozirgacha hech qanday izlari yo'q. Bu cho'ng singlimniki o'g'li Enqar Abdurrahman. Bu yil 16 yaş. O'ttir maktabda o'qiyotgan mezgilda 2017 yil oxiri o'ttir maktabdan tarbiyalashga kirib ketilgan. Hozirgacha xabar yo'q. Shu chaqda 14 yoshda 14 yosh mezgilda o'ttir maktabda o'qiyotgan bolani yig'ilish o'rniga ketdimi yoki tarbiyalashga ketdimi, nima sabab bilan ketdi, hozirgacha izlari yo'q. Bular meniki tuqqanlarim, näwre akallarim, näwre inlerim. Bu Abdulahad Aziz 40 yaş. Hozirgacha izlari yo'q. Men shu 2017'de uydagilarga ko'rishgan vaqtida yashanganlardan boshqa hech kim qolmadi mellida. Hammasini tarbiyalashga kirib ketdi degan. Bu näwre inim Yaqub Aziz 35 yaş. Hozirgacha izlari yo'q. Bu bo'lsa näwre singlimning yo'ldoshi 39 yaş. İsmi Abdusamet. Hozirgacha xabar yo'q. Bular bo'lsa meniki tog'alarim bo'ladi. Bularniki o'lik tirikligini o'qimayman. Bu näwre inim Muhammed Emin Abdullah 34 yaş. 2017'de kuzda tarbiyalashga kirib ketgan. Hozirgacha izlari yo'q.
bular meniki tog'alarim bo'ldi. Tog'a hammam, nevri acam 42 yaş. Terbiyeleşte kızları Nurimangül Hasan, Mirvangül Hasan, Nurimangül 28 yaş etrafında, Mirvangül 26 yaş etrafında. Hazırgacha bularning iki izleri yok. Bularning iki terbiyelashga kirgitilganligi aniq. Bu meniki menden kichik singlim. Bu yil 39 yaş. Anargül Abdurrahman. Terbiyelashga kirgitilgan, hozirgacha izleri yok. Qayta surishtirgan bo'lsam-mu, faqat dadam bilan opamning hayot ekanligini uqib oldim. Bularniki to'g'risida hech qanday xabar yo'q. Terbiyelashga kiritilganligini 2017-yili 4-oy mezgilda xabarni olgandim. Bu inim, singlim buni berdim deb bo'lgandim. Inim Yusuf Abdurrahman. Bu yil 36 yaş. 2017-yil 2-oy terbiyelashga kirgan. Hozirgacha izleri yo'q. Bu singlim Gulmaram Abdurrahman 34 yaş. Terbiyelashdi, xabar yo'q. Ondan başqa şu inimning singlimniki balları bular nerede? Ana şu kichik balalar, şu narisli balalar, opsi, dadısı terbiyelashdi, bular zat nerede? Ana şu singlimning balları. Men uyda faqat dadam bilan opamning yolg'izlik ekanligini uqdim. Hech qanday ya nevrisi ya balla hech qaysi yenida emas. Bularning nerede ekanligini hech kim uqmaydi. Mening guvohlik berganlarim mushular. Men balkim yana bir şu bütün mahallemdeki men tunuydigan meni do'stlarim, xulun xo'shlarim, şu hammasi to'g'risida hammasiniki ismlarini taxminan tug'ilgan yil, tarix mushularni balkim bir list qilib tayyorlab men yana ayrim bir guvohlik berishim mumkin. Bularniki hech bir xatolik yo'q. Bular faqat tinch yashayotgan, faqat hech qanday bir ishlar bilan bir munosabati yo'q. Bularniki meniki inim yog'ochdi, singlim cho'ng singlim mashinchdi, Saypung. Bu kichik singlim shu chorvachilik bilan shug'ullanadi, yo'ldoshi bilan. Qolgan navra tuqqanlarim hammasi bular dehqon. Bularniki dehqonchilik qilib xotirjam bir tinch turmush kechirishdan boshqa hech qanday gunohi yo'q. Men Xitoy hukumatidan bu begunoh insonlarni shartsiz qo'yib o'tishini qat'iy talab qilaman va men bularniki davosini qilishni bir kunga to'xtatib qo'ymayman. Men bularniki rasmlarini, bularning tafsili uchurlarini va mahallamdagi bütün men tunuydigan do'st birodar, bütün alimlarning hammasiniki bir materiallarini to'plab ya BDT'ye sunamdı men yoki kishilik huquq har qaysi tashkilot jamiyatligi sunamdı men. Buni qilishim mumkin. Hattoki men vaqti kelsa mushularning hammasining materiallarini tayyor qilib Xitoy konsulining oldiga berib, bir kishilik namoyish qilib mushularning izdirgini qilgan ham mushularning davosini qilishni qat'iy to'xtatib qo'ymayman. Meni tinig'im bo'ladi ekan, men mangu mushularniki da'vochisi. Ve bütün dünyadaki her qaysi insan hakları teşkilatı olsun, mayli başka teşkilatlar olsun, şu begunoh Uyg'urlarga, şu vatandagi zulm chekayotgan Uyg'urlarga, shularga sahip chiqishni, shularga ega chiqishni, shularniki izdirgini qilib, shularning davosini qilish, Xitoy hukumatidan shular nerede, shularning izdirgini qilishni
so'rayman, shuni umid qilaman.